Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dünyanın her qaysı joylaridagi aziz Sharqi Turkistonlik qarindoshlar. Necha vaqtdan beri naq maydon suhbatlar o'rinlashtirilmagan edi. Chunki boshqa bir planlar bilan harakat qilayotgan. Bugun jiddiy bir masala bo'lib qilib, naq maydon qilishga to'g'ri kelib qoldi. Bugun İdris Hasan qarindishimizningki ayol bilan o'sha İdris Hasan qarindishimizningki Xitoyga qaytırılış to'g'riliq bir nima chiqarganligi, hukm chiqarilganlik sabablik şu İdris Hasan qarindishimizning qutlug' qilish uchun barliq tashkilot rahbarlarining, tashkilotlarning harakatga o'tishi va erta hemşirimiz özlerinden anlaydı. Esselamu Aleyküm. Qanday ahvolingiz? Aleyküm assalam. Allah şükür yaxshi. Sizlar yaxshidimi? Aldı bilan siz şu İdris Hasan qarindishimizningki qanday qilib Yevropaga manganligini oldin qatimlarda bir yozma qilib yetib ekansiz, lekin balki qarindoshlarimiz uqmagan bo'lishi mumkin. Bu jarayondan boshlab yo'qmay qolsa hozirgi jiddiy ahvolni yetkazib maqsangiz mayli, qanday hukm chiqarilganligini, qanday uqdingiz, qanday hukm chiqarilibdi deganga o'xshash. Yoluşum 2012'den tatip Türkiye'de yaşap kelayotgandı. Ama şu 2014 tunji qatam göç idarasi ikamet ag'ilbaganda yoluşumni tutib oldi. Tutilib vaqti bir aydan keyin qo'yib ketgan. Lekin 2016-yili yana bir qatam ikamet ag'ilbaganda vaqti şu 2016gacha men göç idarasini tutib olib boramgan, ama 2016 10-yil şu Uyg'urlarning hammasiga ikamet birga ikamet alamaganlarning hammasi beringlar deb shunda bir qaror chiqib, şu yoluşum bağlandı. Bir yoluşum yana tutib oldi. Şu tutib olgancha nima şu İstanbul göç idarasi bir mezgil qilgandan keyin nimada Qaysariyaga gönderme merkeziga ketdi. Qaysariyaga gönderme merkezida aşağıda 20 yılgacha vaqt turgandan keyin andan qo'yib berib ishkabdan keyin yana bir tutib oldi. İşkabdigacha Qaysariyada göç idarasi kunda berib imzo etish bilan qo'yib ketgan. Bugun imzo qilib ishkabdigacha kunda imzo etayotgan bo'lsa, shu bugun imzo qilmagan tutib şu tutulgan Paris Erzurum'a yetkapti yoluşumni. Erzurum'a yetkap, Erzurum'da 20 yıl, aydan 20 yıl cəmi 1 yılgacha tutub turdu yoluşumni. Şu hesapda şu 2016 10-nji ayda şu öyden chiqib göç idarasiga borgancha 2018 4-nji aygacha öygem kelenmedi yoluşum. Şu Qaysariya, Aydın, nima Erzurum, aşı göç idarasi gönderme merkezlerinde aşına yurdi. Şu 2018 4-nji ayda kelgeniz öyde şu 20 yıl çıkartacağım turalaptı. 2018 11-nji ayda saxçı öyge kirip tutub çıkıp ketdi yoluşumni. Şu vaqtda bir ayına işçidem adukat tutup yolunu bekrap kişemem qalgan toq adukat davayçı bir ayda qo'yib berdi. Şuna cemi 4 qatim tutqan boluptu. Şu yoluşum şundan keyin ansirab meni şu bu yerda tutib keldi. Ben آخرقى tutulganda men endi göç idarasi ma'murlar qishig'im borgandim. Nima shunda qayilib tutib qo'yib berib qilaversizlar, biz hech xotirjam yashab qo'ymadinglar bizni deb shunday nima qilsam, bu ular melqi shunda bu bishimiz kelganini anglab bir xijil bo'lib bir tarafdan tasalli berib şu bunun bizning ma'lumotimiz yo'q, uning yo'lishoningki pasportida Xitoy tarafidan qo'yilgan belgi bor ekan. Bu belgini endi adukat tutib o'chiramisan, endi şu Turkiyadan qachon endi Xitoy Turkiya qachon tutdi buyruq qilsa, Turkiyadan shu chog'i bizga buyruq qildi. Lekin bizning ma'lumotimiz yo'q, tutamiz deb ashna dedi. Shuni yo'lishimni o'qitim qo'yib aytgandan keyin endi adukat davomli tutib turdik. Ya'ni adukat davomli pul berib, da'vo ochib, kodlarni yo'qotib nima qilib turdik, lekin adukat uni o'chiramadimi yo yo'lini ma'lumotimi pulni olgan bilan biz uqmadik. Adukat kodni o'chirdik degan xabarni berdi. Kod o'chma so'rasak mo'yliqi javob bermaydigandek turayotgan yo'lishim yana Uyg'urlarni tutish boshlanganda ansirab mush yilning beshida kessam bo'g'idek deb tayyorlik qilib bir qatam tayyorlik qilib aerodromga bordi, biletlarni olib u chaqda aerodromdanla ketkizayotgandi. Ya'ni aeroplan chiqamay ketkizib uyga qaytib kelgandi qishda 1-2 ay mezgilda. Keyin 7-nji ayda borganda şu
aerodromda ketkizatmabdi, ammo aerodromda aeroplan chiqishdan burun bek uzun so'roq qilib ayrim uyga kirib. Yana nechisidan ishak ma'murlar bir ayrim ishxonaga kirib bek uzun maslahatlashib, boshqa bir yerga telefon qilib maslahatlashib ashuna qilibdi. Yo'ldoshim shu aeroplan chiqishdan burun deb bergandi men bu gapni. Bek tezda shundoq nima qildi, bir soatdek meni boshqa ayrim uyda so'roq qilib shuna qilib ketdi. Men bugun ma'lummaydigan bo'ldim deb o'ylagandim, aeroplan uchishga az qolganda endi chiqsam bo'ldi deb chiqadi deb ashuna deb lekin hamsi Allohga amonat deb aeroplanga chiqib mangandi. Lekin shu ya'ni o kuni shu 7-19 tushdan keyin soat 5dan oshgan vaqt, ya'ni ashuna deb men uchur qilib aeroplanga chiqqan vaqt shu. Lekin yarim kecha shu kuni yarim kecha soat 3dan oshganda men Kasablankaga keldim degan bir uchurni yoziblar, shu payt yo'q bo'lib ketdi yo'ldoshim yana. Undan keyin men qanday yaxshimi, assalomu alaykum deb bekchiq uchur qilib ketdim. 4 kecha kunduzgacha ya uchurimni ko'midi, hech qanday javobim qaytmadi. Shuna ansirab, undan keyin shu boshqa tashkilot boshliqlari, boshqa endi maslahat so'rag'idek kim bor, boshqa tunish bilishlardan so'rab yurgandek masala so'rag'idek odamlarning hammasini maslahat so'rab yordam talab qildim. Uni yoqi shu bu torda taqilib yurgandek bo'lib ketdi. Shu hozirgacha 6 qatim sud etib bo'ldi. 6-5 qatimliq sudda endi har qatim sudda yo'ldoshimdimi bek jiq gap so'ramaylar, advokatlar bilan nima sudchiya o'zaro deyishiblar, yo'ldoshimmi bek bir narsani bilmaylar. Hech qanaqa sud tugab yana bir qatimliq sud manchinigan deb keyin suriblar, shundoq o'tib ekan. Yo'ldoshim shu mendan hech nima so'ramadi, men nim deyishini bilmadim deb shunday deydi. Maqatimqi eng oxirgi qatim sudda lekin yo'ldoshim shu meni bek qattiq so'roq qilib ketdi, bekchiq gap so'rab ketdi deb shunday dedi. Men 6-qatimda rasmiy endi so'roq qilib yo'nim qilibdi. Lekin 6-qatim sud shu 3 yil to'ldi deb hozir 6-qatim sud etib bo'ldi. 3 yildan xabar kelmagan. Bugun tushdan keyin shu shundoq nima Xitoy qayturish qarori beribdi mahkamadan deb xabar keldi. Shu o xabarni Abdullayev efendim yetkizdi men telefonda. Ondan Twitter qarasammi shu telefoningizga shu o xabarni Abdullayev efendim men boshqa yetkizdim ama ondan keyin Twitterga qarasam Twittergami o xabarlar birdan chiqishga boshlabdi. Ya'ni o'sha tushdan keyin asrdan keyin mush xabar keldi menga. telefoningiz tuzilmadi. Sizga kelgan xabarning tafsilotlari qanday xabar keldi, shuni bir deb berasiz. Shu nima suddan Xitoy qayturish qarori beribdi, lekin qayturish qarori berdi deganlar qayturish deganlik emas, bek ansirab ketmang, kuchib yo'lini mangimiz yana deb hashar deb endi nima qildi, ya'ni men xabarni berayotganlar shunaqa tasalli berib qo'ydi. Ya'ni hozir ijro qilish nimasi kamida bosib kamida kuchib yo'lini tashviq qilib qilamiz deb ashada turgan. Telefonni qo'lingizga ko'tarib olsangiz mayli bo'lmasa. Manda qilsak ekan. Ya'ni shu hozir shu boshqa qaytirish qarori berganligini bilamiz endi. Suddan ashunday hukm chiqaribdi ya'ni. Lekin shu hozir shu unaga e'tiroz bildirib, advokatlarga e'tiroz bildirib yurgandek. Yana boshqa kishilik huquq tashkilotlarimi nima ashuna ya'ni kishilik huquq tashkilotlarimi hamda buni ijro qilmaslik uchun ashuna talablarda bo'lib qaratibdi. Shunga bizmi endi qarab turmay Marakesh konsulligiga berib bizning o'zimizniki qarshilikni bildirib qilsak yaxshi bo'larkan deb o'yladim yani.
Telefonun mikrofonu tutgan o'xshaysiz, ovozing so'z yaxshi kelmadi. Shu menga kelgan xabarda menga kelgan xabarda shu sotdan ya'ni Marokashdagi 6 qatimliq sotdan yo'lishimni Xitoyga qaytarish qarori berganligini dedi. Aşağıdaki advokatlarmı, yani başka kişilik hukuk teşkilatlarımı bu kararını icra kılması yönünde taleplerde bulup, itirazlarını bildirip kıyıtıptı. Bizim bu yerde jim durmayı en yaxşısı şu Marrakeş konsolosluğu bir şulağa özümüzdeki karşılıkını bildirip yoldaşımı qaytarıp etmesi talep kılıp kılsak bir faydası bolup kalar dep oyladım. Şuna namayışqa çağırtıldım. İdris Hasan qېرىندىشىمىزنى Xitoy qaytarish hukmi berilib bo'pti dedingiz 8 qatimli sotdan keyin. Qancha vaqt masalan bo'ldi Allah saqlasin unda bu qilishni. Bu hukmdan keyin masalan necha vaqt ichida ijro qilish ehtimolligi borligini dedimi? Ovozim kelyaptimi? Sizin avazınız kelmedi, endi nim boldu, yo'q bo'lib ketdi hamma telefonimdan. Şöyle, nim boldu bu? Qaytadan kirsangiz mayli, lekin sizning ovozingiz kelyapti. Ma'qul, meni Ben biraz avval bu hemşerimizden paranlaşkan Facebook sayfasidami erta bir namoyishga chaqiriq qilganligini yo'ldoshining keyin İdris Hasan qېرىندىشىمىزga 8 qatimli sotdan keyin Xitoy qaytarilish hukmi berilganligini aytgan edi. Hozir telefonda azroq masala ko'rilib chiqyapti, qayta kirdi inshaalloh. Shu barliq qېرىنداشلىرىمىزنىڭ shu namoyishga qatnashib berish to'g'riliq chaqiriq qilmoqchi asosiy maqsad. Bu Xitoyga qaytarish qarorining berilishi biz Uyg'urlar uchun nihoyat ichinishli bir ahvol. Hamma qېرىنداشلىرىمىz bilgandek Xitoyninki hech qanday bir insonlar bilan, ya'ni silashtirg'ili bo'lmaydi, hayvonlar bilan silashtirg'ili bo'lmaydi. Xitoyning qo'liga tushib qolgan insonning oqibatini hammamiz yaxshi bilamiz. Shuningdek, bir Uyg'urning Xitoyning qo'liga tushib qolmasligini uchun qo'limizdan kelishcha harakat qilishingizdan umid qilaman. Hozir yana qaytib bog'landi endimiz. Hozir kirdingiz. So'zingizni davom qilsangiz bo'ldi. Şu siz gap so'radingiz-ku deyman oxirda. Men oxirdagi gapingizni anglayolmadim. Hozir masalan Xitoy qaytarilish hukmi berildi dedingiz 8 qatimli sotdan keyin. Bu endi Allah saqlasin Xitoy qaytarilib ketishdan. Bu hukmdan keyin masalan ijro qilinish ehtimolligi bo'lsa, qanchalik vaqtdan keyin ijro qilinishi mumkin ekan? Endi qanday bir harakat qilmoqchi, xalqimizdan nimani kutasiz? Bu to'g'riliq hech qanday xabari yo'q, ya'ni qanchalik vaqtga ijro qilinganligi. Hozir shu ijro qilinmaslik uchun endi kuchimizdan yetishicha nima qilyapmiz, e'tiroz bildirib qilyapmiz deb deyotdi. Ya'ni kishilik huquq tashkilotlarimi shunday ilqi nimaga Xitoy qaytarilsa kampga yoki turmalarga solinib Xitoylarning qiyin qishtaqlariga erish mumkin deb shunday ustiqashning oldini olishimiz lozim, shuni qaytarmaslik kerak degandek talablarda bo'lib qaytibdi. Shuni inshaalloh qaytarilmas deb o'ylayman, ijro qilinmas inshaalloh. Shu men erta Marrakesh konsolosluğuga xalqimizning chiqib berishini umid qilaman. Qancha odam chiqsa shuncha yaxshi. Chunki az chiqib qolsak, endi gapimizni anglamaydi. Qancha odam sonimiz az bo'lgansa shuncha qo'polmani ko'rdik. Bundan burun chiqdik biz. Yani men ballarım bilan yolg'iz qolganlar tasqaldi, necha dafa saqchilar kelib ketdilar bizni. Unda az odamni bo'lsak qotgan ular, ya'ni saqchilar. Shuni bizni yolg'iz tashlab qo'ymay chiqish bersanglar. Allah razı olsun, rahmet. Sizga ko'p rahmat.
Başka teşkilat rehberlerimiz gibi olsun, halkımız olsun, başka deydiğin ya köngül sözleriniz olup kalsa alsak olmasa programını ahırlaştırsak. Herhalde Abduz'u uğurlaştırış imkanı olmadı. Çıkışını halalan qېرىنداشلىرىمىز qanday çıksa buldu, kaya da uçuşup ya ki şu konsulxanı kaya diyorken degендek mesele hakkında bir to'xtab o'tsangiz. Konsul Beyazıt taraftiken yani mashinalarmi bek yiroq emas shu nima 20 minut chiqib yarim soatdan ichida berib bo'ldi zaytun buni safakilardan shu yaqin shu biz odatda shu uyg'urlarniki nima mashinalarda kichik mashinalarda chiqqan tuqqanda aytimi shu chiqadilar tam deyishib shundoq uyg'urlarni mashinalarga tam nima qilib chiqsak bo'ldi shu ertagan soat 10ga ulgurib başanga berishni o'ylashyapmiz. Buldu. Allah razı olsun. İnşallah başka qېرىنداشلىرىمىزمۇ çıkış berishini umid qilaman. Görüşkiş aman boğay sizle. Allah'a emanet. Bu videonu takip koyuşunu ve başka dost braderlerine şu namayış katlaşıp berişini teşebbüs qilib başkalarga yetkazib qo'yay sizle. Allah'a emanet. Buldu rahmet Allah razı olsun. Allah'a emanet.